Хорошо, королева жезлов. Yoningizda atrofingizda ritsar chash bor. Ritsar chash koroleva kubkovni ta'birini aytayotganimdagi insonu, lekin bir pog'ona past bo'ladi. U nima deydi? Hamma orzu-havaslaringizni realizatsiya qilaman xatti-harakatlarini juda ham nima deydi, kuchini, o'zini sevgisini, izhorini amalga oshiradigan inson atrofingizda parvona bo'lib yuribdi. Lekin ishonmanglar, ritsar chash несерьезный мужчина. U bilan to'g'ri flirtovat, nima desam bo'ladi, ha hi restoranlarga, chashka kofelarga, svidaniyalarga, ulardan qilgan vnimaniyasiga rahmat deb qabul qilib podarkalarini, lekin aldanib qolmanglar, uni namereniyalari серьезный emas. Bu yigit sizga uylanmaydi. Qanaqa planlar quryapsizlar? Qurayotgan planlaring chiqyapti. Planlaring har xil. Hozir qanaqa planinglarni ham ko'tarib chiqarishimiz mumkin. Восьмерка мечей. Qo'l oyog'ingiz bog'lanib ketibdi-ku. O'zim cho'qqa uraymi deb har xil planlar tuzib yurgan paytingizda, lekin qo'l oyoqlaringiz baylangan qizlar. Xomtavo planlar. Tushunyapsizlarmi? Agar troyka jezlov chiqqanda, aniq 100% o'sha plan qilgan narsalaring amalga oshirilayotgan payti bo'lar edi. Lekin mana shu plan, bilmayman qanaqa planlarda yuribsizlar qizlar, lekin nima plan qilishlaringdan qat'iy nazar qo'l oyoqlaring bog'liq. Король Пентакли atroflaringda yuribdi. Это женатый мужчина, девочки, сразу предупреждаю. Отшельник. Королева Пентакли. Хорошо. Король Pentaklida koroleva Pentaklisi bor. Demak, bu uni juft haloli. Ya'ni zaksdan o'tgan xotini. Отшельник. Bu nimagadir отшельничествоga mana o'rtalar agar billa bo'lishganda bu kartalar demak yaqin bo'lar edi. Koroleva Pentakli bilan korol Pentaklida o'rtasiga отшельник chiqdi. Отшельник bu o'zini o'zi uzoqlashtirish degani. Bir narsani oqtarish, izlash degani. Hali yo'qotib qo'ygan inson bo'ladi-ku, nima deydi? Он может себя искать, самопознаваться, yoki xafa bo'lib qolib, nima deydi? Развод на две кровати посередине тумбочка deganini ham bildiradi bu narsa. Agar boshqa kartalar bilan birga chiqqanda, men ta'birini boshqacha deb aytar edim, tushunyapsizlarmi? Королева жезлов, это же огненная королева. Hammani o'ziga jalb qiladigan yarki ayol. Двойка мечей. Двойка mecheylaring. Хорошо. Qaranglar. Demak, bu kartalar, hozirgi ochgan kartalarni men nimaga ochayotganimni aytmadim, o'zidan aniq bo'lib qolyapti. Это расклад, bu ochirim mana bu ritsar chash bilan mana shu korol Pentakli, ya'ni ishdagi raskladga aylanyapti. Ya'ni qolgan raskladlarimizni ham ochamiz, конечно, albatta. O'z-o'zidan o'shanga aylanib qoldi. Demak, sizni birinchi chiqadigan muammongiz yuzada turadigan narsa mana shu ikkita erkakdagi o'rtasidagi muammo. Ya'ni ты планируешь, bilmayman, hali ochamiz, bu biznes planlarimi yo mana shu erkaklar o'rtasidagi planmi, qo'l oyog'ingiz bog'liq deyapti. Ko'zingizni bo'ylab olgansizda, siz nima deydi? Yuragi bilan tanlamayman men, ko'zimni berkitib olib turib, o'yim bilan, aqlim bilan tanlayman. Закрытыми глазами я выберу, опираясь на мой ум deysiz, на рациональность deysizda. O'shaning uchun ikkita yigit bilan, ya'ni erkakni, это молодой парень, а это зрелый мужчинani o'rtasidagi ikkilanishingiz ham bo'lishi mumkin. Qaranglar, karta transformatsiya. Ya'ni bir narsaga bir narsa sababchi bo'lib qoladiki, yoki bo'lgandir ham, chunki bu karta bekordan bekor chiqmaydi. Bu starshий arkanda. Shu paytgacha mana bitta отшельник chiqdi. Любой yaxshilik narsa chiqsa ham, albatta, agar starshий arkan shu 100 ta, 1000 ta ochirim qilaman. Mana kartalarni ketma-ket ko'tiga ulab ochadigan bo'lsam ham, starshий arkanlardan bitta karta chiqsa, hamma kartalarni ta'birini buzib tashlashi mumkin. Tushunyapsizlarmi? Hamma jalbni o'ziga tortadi va qolgan kartalarni ta'biri mana shu kartani ta'biri bilan bog'liq bo'lib qoladi. Demak, bu smert chiqdi, перерождение, qizlar, transformatsiya. Ko'zlaringni ochib olinglar, o'zgarishlar, ya'ni ulg'ayyapsiz, ko'zingiz ochilyapti. Demak, peshanangiz devorga taq etib urildiki, bu karta o'z-o'zidan chiqmaydi.
Tushunyapsizlarmi? Tubdan o'zgarish bo'ladi sizda qandaydir. Bunga bir narsa sababchi bo'lgan. Nima sababchi bo'lganini man ochib chiqarsam bo'laveradi-ku, lekin 1000 ta, balki 10 ta, balki 1 ta koroleva jezlov mani ko'rayotgan do'stlar oralaringda. O'shaning uchun bu yana bir marta aytaman. Bu umumiy ochirim, individual ochirim emas. Hammaga ko'pchilikka to'g'ri tushishi mumkin xolos. Endi buni tagini ko'rishimiz kerak individual ochirimda. Хорошо, qani. Эмоциональное состояние восьмерка charj bo'lib chiqyapti. Koroleva charj degani nafaqat tirik odamlarning figuralarini aks ettiradi, mana shu raskladlarda, ochirimlarda ishtirok etayotgan figuralarni, balki ularni rolini ham aks ettirishi mumkin. Восьмерка charj это уход из ситуации. Hamma narsani tashlab, uyingizni, joyingizni, pulingizni, это как бы qanatsam bo'ladi, men figuralni tushuntiryapman. Bu degani hech qayerga qaramaysiz siz. Voy, shuncha narsa qildim, yo'q, tashlab ketmayman, qiynalganman, umrim ketgan, pulim ketgan, vaqtim ketgan deyishiga ham qaramay, shunday tashlab ketib yuboradigan narsa kelib chiqyapti. Bu albatta mana bu ko'ryapsizlarmi, nimaga transformatsiya chiqqan? Bekordan bekor chiqmaganda, tubdan bir narsa sizni o'zgartiradiki, shu darajada o'zingiz bilmay qolasiz. Tushunarli? Tushunarli. Хорошо. Так, nimadan ikkilanish bor sizda? Давайте посмотрим на доп картах. Qizlar, meni tushunyapsizlarmi? Chala o'zbekcha gapirsam ham hammaga yetib boryaptimi? Ruscha qo'shib gapirsam xafa bo'lib qolmanglar, ha? Zo'r, opa ruscha gapiravering, sizlar ham bratula ruschaga ham o'tib ketaman. Так. Хорошо. Qaranglar tabrini. Tagini ham bitta ko'raylik. Xom xayollar. Tushundilaring-a? Dalshi bo'lish aytmay qo'yavering. Mana shu karta xom xayollar deganini bildiradi. Orzu havaslar emas, xom xayollar. Juda ham tez hayotingizga imperator kirib kelishi mumkin. Juda ham tez. 3 yulduzli tezligida. Xom tava bo'lmang. Boya ko'rsatgan перерождение, ya'ni transformatsiyalar ham bekordan bekor bo'lgani yo'q. Mana u yigitga, mana u yigit chiqqanga aytgan, ishlamanglar, bu yulamaydi deb. Bu prosta haligi nima deydi, aldab yuradigan, yo'q, to'g'ri Alfons emas, yo'q. Aldab yuradigan uchiga chiqqan firibgar bo'lsa, bunisi uylangan, o'rtada xotini bor. Xotini bilan bu kishini sovuqchilik tushgan, отшельник kartasi tushyapti. Siz qarang, mana kartani, mana uni o'ylanib, o'ylaringizni o'yib tashladingiz-da. O'ylanaverasiz, qaysi ikkilanyapsiz. Или налево, или направо, или налево, или направо. Потому что mana bu kartalaring chiqyapti, planlar quryapsizlar, lekin planlaringni qurolmay, yo u bilan, yo bu bilan. Почему? Потому что у вас руки завязаны, девочки, по ногам и рукам, hamma oyoqlaring baylangan, harakat qila olmaysiz. Bu ham o'ylar. Xom tavo bo'lmanglar deb mana yana bir marta kartani ochib beryapman. Ehtiyot bo'linglar. Imperator tez kunda kirib keladi. Bu imperator erga tegmagan qizlar bo'lsa, yig'ishtiringlar unaqa shaltang-baltang ishlaringni. Oqila qiz bo'lib, o'zlaringni juft qalonlaringni kutib o'tiringlar, tayyorgarlik ko'ringlar. Transformatsiyaga uchringlar, ich-ichlaringdan polniy o'zgaringlar. 180 bas 360 gradusga o'zgarish ketyapti sizlarda hayotlaringda. Tushunarli? Menimcha bunga mana bu imperator sababchi. Albatta hozir anaqa aynan davrda hozirda bu uxlayapsizlar, kutyapsizlar. Charchagansizlar уже. Shu darajada charchagansizlarki, yotib nima deydi? O'lik murdadek o'zlaringni yasab olsalaring ham yarashadi sizlarga. Вам нужно отдохнуть, девочки, расслабиться, relaks kerak sizlarga. Manikyurga boringlar, pedikyurga boringlar, parikmaxirga boringlar, psixologga boringlar. Hamma ishlaringni chetga surib qo'yinglar, deyapti. Chunki hayotlaringda ko'rsatgan transformatsiya, chiqadimi, chiqmaydimi? Yo'q, chiqmasa kerak. Уже aralashtirib yuboribman kartalar. Transformatsiya kelyapti. Transformatsiyani mana nima olib kelyapti? Mana bu korol olib kelyapti. Eshitib oldilaring-a? Хорошо. Давайте посмотрим, negativlaring bormi? O'zi negativni ko'rayotganimda bu игральный kartalar bo'ladi, oddiy. Ichidan dvoyki, troyki, четверки, пятеркаlarni olib tashlab, oltilardan ko'rishim boshlashim kerak edi, mayli. Qo'laversa. O'zi chiqadi. Так, у вас выходит, qaranglar, деловые переговоры, дружеские встречи chiqyapti, стабильная работа.
Хороший aytaman, judayam yaxshi ayol sizlar, trudolюбивый, mehnatsevar ayol sizlar. Mana дружеский встречалар chiqishi mumkin, lekin undan ag'iga bormaydi. Uxte. Ko'ryapsizlar-a? Mana bu inson bilan qandaydir близость kartalaring ham pastel ham chiqyapti. Неожиданный bo'lib chiqyapti. Но bu неожиданность, qaranglar, огорчениялар bilan chiqyapti. Ya'ni qayg'ular bilan, отчаяние bilan chiqyapti-da. Go're nima deydi o'zbekchasiga yozib yuboringlar. Shunaqa uchrashib yurib, ba'zi bir qizlarda pastel bor, primoy pastel bo'lib chiqyapti, встречалар chiqyapti. Lekin bu встречаларning oxiri yaxshilik bilan tugamayapti. Aldanib qolyapsizlar qizlar jonim. Обман bo'lib chiqyapti. Karta обманni bildiradi. Urushni so'ralarni bildiradi. Tushunyapsizlarmi? Опасных людей bildiradi, неудачи bildiradi, провал mana bu связьlaringni bildiradi. Pentakliy Ничего это endi bu. Bu narsa qachon bo'lishi mumkin? Qop-qorong'ida bo'lishi mumkin. Menga hozir kartalar это может быть ночью, поздно. Zimoy, qishda bo'lishi mumkin deyapti. Qani qishgacha kutaylikchi? Yo kutmasdan hozirdan o'zgaramizmi qizlar? Tak. Yana bitta pikoviydan anaqa chiqyapti, восьмерка chiqyapti. Восьмерка это вообще игральный kartani ta'birini ko'radigan bo'lsalaring, шестерка дорога bo'lsa, семерка встреча bo'lsa, восьмерка разговор bo'ladi. Qanaqa разговор? Неприятный разговор bo'ladi. Это пиковая масть. Konflikt bo'ladi. Tushunyapsizlarmi? И mana shu неприятный разговор bilan konfliktdan keyin g'iybatlar chiqadi. G'iybatni ham ko'rib, qayg'uni vrachga ham tushish ehtimoli bor, qizlar. Обида, оскорбление, haqoratlanishingiz mumkin. Xafa bo'lishingiz mumkin kimlardandir. Это разговоры, bu gapda. Kimlar yo bu bilanmi, yo ikkalasi bilanmi? Bilmayman men qizlar, sizlar ko'pchiliksizlar yozib yuboringlar. Yo individualni ochib beraymi? Nima deysizlar? Komment yozib yuboringlar. Eng ko'p komment yozgan insonni muammosini ko'rib chiqamiz. Qani o'shanda ko'ramiz, to'g'ri ochibmizmi, yo'qmi deb. Izohini ham yozib ketasiz keyin. Неприятный разговор, оскорбления, обиды bo'lib chiqyapti, слезы, сплетни. Tushunyapsizlarmi? Konfliktni karta. Hamma kartalaring qora bo'lib chiqyapti. Хорошо. Mana shu kartada tugatamiz. Это четверка черви. Четверка черви taroda kubковый znakda, ya'ni kubik znagiga равноценно bo'ladi, endi bildiradi. Va sizlar, mana qaranglar. Oila atroflaringda, oila ichida, да, в кругу семьи можете быть, понимаете, в доме, это ваш дом, это стабильность. Четверка жезлов бор, mana shu четверка черви, червовая четверка жезловga teng keladi. Почти это стабильность, родной дом, это защита, это комфорт. Вы в 4 стенах, девочки, находитесь. И iloyim o'sha yerda bo'linglar. Iloyim baxtli bo'linglar. Baxt topmaganlar baxtini topsin. Qizlarda orzu-havasidek, orzu-havaslaring, niyatlaringga erishilsin. Iloyim ilovanda. Я за всех девочек на свете. Я девочек люблю, поэтому девочки, я сама девочка. Ona bo'lsam ham, уже farzandlarim katta, student, oliygohlarda o'qishadi, но тем не менее мы должны себя любить. Biz bir-birimizni поддержка qilishimiz kerak. O'zlaringda ehtiyot qilinglar. Keyingi kartani Королева Pentakliga o'tamiz. Ya'ni mana bu kartaga o'tamiz.